Bugun biz talabalar bilan 1 yoshlik urg'ochi qo'ylarni eksteryeri, ya'ni tashqi ko'rinishini baholashga kelganmiz. Baholashda yungini rangi, terisini qoplashi, mayinligi va tanani to'g'ri turishi, oyoqlarini, umurtqada go'sht qanday qoplanishi va boshqa belgilariga qarab baholanadi. Mana kiyimni ahvoli. Mana shu qovoqli qo'ylarni tishlarini va yililarini ham tekshirdik. 1 yillik qo'ylarimiz narxlari bular urg'ochi bo'lganiga 300 va 400 euro atrofida. Vaznlari 60 va 90 kilogramm atrofida berdi hozir. Ona qo'ylar 100 kilodan baland bo'ladi, 120 kilogrammgacha. Qo'chqorlari ham bor. Ular 150 kilogramm atrofida bo'ladi. Bu yerda qo'chqorlar saqlanadi. Kichiklari noyabr oyida tug'ilganlari, ya'ni 3-4 oylik. Bu yerda esa 2014-yilda tug'ilganlar, 1,5-2 yoshlik qo'chqorlar saqlanadi. Ustiga mato kiyintirilganlari, auksionga olib ketilayotganlari, u yerda zot sifatlari baholanib, litsenziya beriladi va narxlanib sotiladi. Yana qaysi mavzular sizga qiziq bo'ladi, izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Jahl qopli.